Zamonasida bir obid odam bor edi. Doim bir ne'mat kattami, kichikmi, zarra bir ne'mat ko'rsa, alhamdulillah derdi. Allohga shukr derdi. Buni ta'rifi podshohgacha yetib bordi. Shunday bir odam bor. Hayotidan rozi. Tili shukurda. Har bir gapdan ikkinchi gapi alhamdulillah. Deganda podshoh aytdiki, chaqiringlar u odamni. Men bir ziyofat beray. Bir kiyim olib beray. Bir duosini olib beraylik deganda odam yubordi. Odam yuborganidan keyin u odam aytdiki, alhamdulillah, menda holat yaxshi, lekin podshohga ehtiyojim yo'q. Menni unga ishim yo'q. Agar mabodo menga u kishini ishlari bo'lsa, o'zlari kelsinlar dedi.